Buxoro davlat pedagogika instituti 2 guruh talabasi Safarova Sevinchning biologiya o'qitish metodikasi fanidan tayyorlagan taqdimoti. Bugungi mavzumiz biologiyani o'qitishda o'quvchilarda mustaqil fikrlashni tarkib toptirish. Bugungi mavzumiz 4 rejadan iborat. Birinchi rejamiz mustaqil fikrlash tushunchasi va uning ahamiyati. Ikkinchi reja biologiya darslarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish metodlari. Uchinchi rejamiz amaliy mashg'ulotlar orqali mustaqil fikrlashni shakllantirish. To'rtinchi rejamiz o'qituvchining roli va pedagogik yondashuvlar. Biologiya fanni o'qitish jarayonida o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki biologiya faqat nazariy bilimlar yig'indisi emas, balki tirik tabiatni tushunish, tahlil qilish va real hayot bilan bog'lashni talab etadigan fandir. Shu sababli o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish orqali ularning bilimlari chuqurlashadi va amaliy ahamiyat kasb etadi. Mustaqil fikrlash bu o'quvchining berilgan ma'lumotlarni shunchaki yodlab olish emas, balki ularni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va xulosa chiqarish qobiliyatidir. Biologiya fanni o'rganishda bu ko'nikma ayniqsa muhim, chunki biologik jarayonlar murakkab va ko'p bosqichli hisoblanadi. Biologiya fanida mustaqil fikrlash ayniqsa zarur, chunki bu fan tirik organizmlar, ularning tuzilishi, rivojlanishi va muhit bilan o'zaro aloqalarini o'rganadi. Masalan, o'quvchi o'simliklarning oziqlanish jarayonida o'rganayotganda, u nafaqat fotosintez formulasini bilishi, balki bu jarayon qanday sharoitlarda tez yoki sekin kechishini tushunishi kerak. Mustaqil fikrlash o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi. Ular tabiat hodisalariga oddiy qarash bilan emas, balki ilmiy asosda yondashishni o'rganadi. Bu esa kelajakda ularning muammolarini hal qilish, qaror qabul qilish va o'z fikrini asoslab berish qobiliyatini rivojlantiradi. Biologiya darslarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish metodlari. Biologiya darslarida o'quvchilarning mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun turli pedagogik metodlardan foydalanish muhimdir. Eng samarali usullardan biri muammoli ta'lim metodidir. Bu metodda o'qituvchi o'quvchilarga tayyor bilim bermaydi, balki muammoli vaziyat yaratadi. Masalan, nima sababdan baliqlar suvdan tashqarida uzoq yashay olmaydi degan savol o'quvchini o'ylashga majbur qiladi. U nafas olish tizimi, kislorod almashinuvi haqida fikr yuritadi va xulosa chiqaradi. Savol-javob va munozara metodlari ham muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi o'quvchilarga ochiq savollar beradi va ularning javoblarini muhokama qiladi. Masalan, viruslarni tirik organizmlar qatoriga kiritish mumkinmi degan savol o'quvchilar o'rtasida bahs-munozara keltirib chiqaradi. Bu esa ularning fikrlash doirasini kengaytiradi. Bundan tashqari, aqliy hujum usuli orqali o'quvchilar muammoga turli yechimlar taklif qiladi. Masalan, atrof muhitni muhofaza qilish uchun nimalar qilish kerak degan savol har bir o'quvchi o'z fikrini bildiradi. Bu jarayon ijodiy va mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. Tajriba va kuzatish metodlari esa nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'laydi. Masalan, o'quvchilar o'simlikni turli sharoitlarda o'stirib, uning o'sishdagi farqlarni kuzatadi. Bu orqali ular o'zlari xulosa chiqaradi va bilimlarini mustahkamlaydi. Amaliy mashg'ulotlar orqali mustaqil fikrlashni shakllantirish. Biologiya fanida amaliy mashg'ulotlar muhim o'rin tutadi, chunki aynan amaliy faoliyat orqali o'quvchilar bilimni chuqurroq anglaydi va mustaqil fikrlash ko'nikmasini rivojlantiradi. Laboratoriya ishlari bu borada eng samarali vositalardan biridir. Masalan, mikroskop yordamida hujayra tuzilishini o'rganish jarayonida o'quvchi nazariy bilimni real ko'rinishda kuzatadi. U hujayra qismlarini ko'rib, ularning vazifasi haqida o'zi xulosa chiqaradi.
Mustaqil topshiriqlar ham muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarga ma'lum bir mavzu bo'yicha mustaqil izlanish topshiriladi. Masalan, hududingizdagi dorivor o'simliklar mavzusida ma'lumot yig'ish topshirig'i o'quvchini kuzatish, izlanish va tahlil qilishga undaydi. Loyiha ishlari esa yanada chuqurroq fikrlashni talab etadi. Masalan, suvning ifloslanishi va uning inson salomatligiga ta'siri mavzusida loyiha tayyorlash jarayonida o'quvchi ma'lumot to'playdi, tajribalar o'tkazadi va natijalarini tahlil qiladi. Shuningdek, tabiiy jarayonlarni tahlil qilish orqali o'quvchilar sabab-oqibat bog'liqligini tushunadi. Masalan, nima uchun qishda ayrim hayvonlar qish uyqusiga ketadi degan savolga javob izlash o'quvchining biolog bilimlarini chuqurlashtiradi. O'qituvchining roli va pedagog yondashuvlar. Mustaqil fikrlashni rivojlantirishda o'qituvchining roli beqiyosdir. O'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchini to'g'ri yo'naltiruvchi, rag'batlantiruvchi va maslahat beruvchi shaxsdir. U o'quvchilarga tayyor javob bermasdan ularni izlanishiga undashi kerak. O'qituvchi savollar orqali o'quvchini fikrlashga jalb qiladi. Masalan, agar odam uzoq vaqt ovqatlanmasa, organizmda qanday o'zgarishlar yuz beradi degan savol o'quvchini chuqur o'ylashga majbur qiladi. Individual va differensial yondashuv ham muhimdir. Har bir o'quvchining bilim darajasi va qobiliyati turlicha bo'lganligi sababli ularga mos topshiriqlar berilishi zarur. Bu esa barcha o'quvchilarning darsda faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Zamonaviy pedagog texnologiyalarni qo'llash ham katta ahamiyatga ega. Multimedia vositalari, virtual laboratoriyalar va interaktiv dasturlar darsni qiziqarli qiladi. Masalan, yurak faoliyatini animatsiya orqali ko'rsatish o'quvchining tushunishini osonlashtiradi va uning qiziqishini oshiradi. Xulosa qilib aytganda, biologiyani o'qitishda o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish ta'lim samaradorligini oshiradi. Mustaqil fikrlashga ega o'quvchi bilimni chuqur o'zlashtiradi, uni hayotda qo'llay oladi va muammolarga mustaqil hal qila oladi. Turli metodlar, amaliy mashg'ulotlar ham o'qituvchining to'g'ri yondashuvi orqali o'quvchilarda bu muhim ko'nikma muvaffaqiyatli shakllantiriladi. Natijada o'quvchi mustaqil qaror qabul qiladi, ilmiy asosda fikr yuritadi, muammolarni tahlil qiladi, o'z fikrini himoya qila oladi. Bu esa zamonaviy ta'limning asosiy maqsadiga, har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi. Bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.